Toshkent do'stlik va bag'rikenglik shahri. Shuning uchun biz bugun Toshkentdagi ramziy manzillarga borib ko'ramiz. Kim men bilan bo'lmasa ketdik. Biz Xalqlar do'stligi maydonidamiz. Xalqlar do'stligi bekatlari va o'sha mashhur Xalqlar do'stligi saroyi. Borib ko'ramizmi, ketdik. Bu maydon xalqaro do'stlik, tinchlik va millatlar aro totuvlik ramzidir. Maydonda dastlab sizni Shah Mahmudovlar oilasining haykali kutib oladi. Siz bu oila haqida eshitganmisiz? Bu oila millatimiz tarixidagi eng bag'ri keng oila. Urush vaqtida Shoh Ahmad ota va Bahri momo 15 ta bolalarni asrab olishgan. Bu bolalarning hammasi har xil millatga mansub bo'lgan. Haykal juda chiroyli. Bu haykalni Diloram Murtazoyeva yasaganlar. Maydon markazida 60 metr balandlikda bo'lgan davlatimizning bayrog'i joylashgan. Taxminan bu bayroq mendan 60 barobar balanddami? Bu esa Xalqlar do'stligi san'at saroyi. Saroy qurilganiga 40 yildan oshdi. Bu maydon va bu saroyda turli xil konsert va tadbirlar bo'lib o'tadi. Bizning ikkinchi muhim manzil Xalqlar do'stligi metro bekati. Xalqlar do'stligi metro bekati Toshkent metro tarixidagi birinchi bekatlardan biridir. Qurilganiga taxminan 50 yil bo'ldi. Bekat devorlaridagi rasmlarning har birida ramziy ma'no bor. Do'stlik, oila va ahillik g'oyalari mujassam. Bizning navbatdagi manzil Do'stlik bog'i. Bu bog' avvallari Bobur bog'i deb nomlangan. Siz bu yerga kelganmisiz? Kelmagan bo'lsangiz birgalikda aylanamiz. Ketdik. Bu yerda bizni dastlab Seul bog'i kutib oladi. Vau! Xuddi seriallarga tushib qolganman. Keyin mana bu haykal ham meni e'tiborimni tortdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda o'zbeklar koreyslarga non uzatyapti, qo'l uzatyapti. Bu haykal o'zbek xalqining bag'ri kengligi va mehribonligi uchun chuqur minnatdorchilik ramzi hisoblanadi. Bu boqqa do'stlaringiz bilan, oilangiz bilan va hamkasblaringiz bilan kelib sayr qilishingiz mumkin. Bu yerda meni tanib qolishdi va suratga tushdi. Va bog'ni aylanishda davom etamiz. Vau! Bu bog'ning markazida joylashgan Tinchlik bongi. U do'stlik va birodarlikni ramzidir. Biz tinchlikni qadrlaymiz. Zo'r ekan. Sizlarga mana shu doira shaklidagi maydoncha nimani eslatyapti? Birdamlikni, har doim bir-birimizni qo'limizni ushlab, bir jamoa bo'lishimiz kerak. Siz do'stlik ramzi bo'lgan yana qanday manzillarni bilasiz?